Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch xabar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har biringizga taalluqli bo'lishi mumkin. Ayniqsa, agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz va biror ko'chmas mulkka ega bo'lsangiz. Hukumat tomonidan joriy etilgan yangi tartib-qoida bor. Unga ko'ra barcha fuqarolar aprel oyi oxirigacha ba'zi muhim ishlarni bajarishlari shart. Agar ushbu muddatga ulgurmasangiz, sizni jiddiy muammolar kutishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirgi vaziyatda men sizga barcha tafsilotlarni tushuntirib beraman. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumot minglab insonlarga yetib borishi kerak. Asosiy muammo nimada? Avvallari ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish, egalik huquqini rasmiylashtirish yoki biron bir o'zgarishni hujjatlashtirish juda murakkab jarayon edi. Ko'plab instansiyalarga borishga, uzun navbatlarda turishga, turli xil hujjatlarni to'plashga to'g'ri kelardi. Misol uchun, oddiy bir uy sotib olganingizda yoki meros qilib olganingizda kadastr hujjatlarini yangilash, kadastr pasportini olish uchun ba'zan haftalab, hatto oylab vaqt ketishi mumkin edi. Bu fuqarolarga juda katta noqulayliklar tug'dirar. Ko'p hollarda odamlar barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishga ulgurmas, ba'zilari esa bu ishni umuman oxirigacha yetkazmas edi. Natijada yillar davomida ko'plab ko'chmas mulklar bilan bog'liq hujjatlar eskirib, qonuniy kuchini yo'qotib, ma'lumotlar bazasida chalkashliklar yuzaga kelgan. Bu holat davlat uchun ham, fuqarolar uchun ham muammoli edi, chunki mulkning real egalari haqida aniq ma'lumotlar yo'q edi. Bunday vaziyat ba'zan firibgarlik holatlariga ham sabab bo'lib, mulk egalari o'z mol-mulklaridan ayrilib qolish xavfi ostida qolishgan. Ba'zi fuqarolar esa o'z uy-joylari yoki yer uchastkalarining bir qismini noqonuniy ravishda qurilishlar bilan o'zgartirgan bo'lsalar ham, buni hech qachon rasmiylashtirmaganlar. Endilikda nima o'zgardi? Hukumat ushbu masalani hal qilish maqsadida, ya'ni ko'chmas mulk egalari va ularning mol-mulki haqidagi ma'lumotlarni to'liq tizimlashtirish, shaffoflikni oshirish va mavjud muammolarni bartaraf etish uchun yangi, soddalashtirilgan tartibni joriy etdi. Bu tartib o'z navbatida 60dagi kamchiliklarni to'g'irlashga qaratilgan amnistiya dasturi ham desak bo'ladi. Asosiy o'zgarish shundaki, hozir barcha egalar, hatto oldingi tartiblar bo'yicha rasmiylashtirilgan, ammo ayrim jihatlari bugungi kundagi talablarga javob bermaydigan mulklarni ham qayta ro'yxatdan o'tkazishlari yoki ma'lumotlarni yangilashlari kerak. Bu jarayon oldingisiga nisbatan ancha soddalashtirilgan, hatto bir qator holatlarda maxsus imtiyozlar ham berilgan. Masalan, ba'zi turdagi hujjatlar uchun to'lovlardan ozod etish yoki jarimalarni kechirish. Ammo bu soddalashtirilishning o'ziga xos sharti bor. Aprel oyi oxirigacha ushbu imkoniyatdan foydalanib, barcha zaruriy ishlarni yakunlash shart. Agar shu muddatga ulgurmasangiz, yangi tartib-qoida ishga tushadi va u avvalgidan ham qattiqroq bo'lishi mumkin. Ya'ni, keyinroq mulkingizni rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, nafaqat yuqori miqdordagi jarimalar, balki murakkabroq byurokratik jarayonlar va hatto mulkingiz bilan bog'liq huquqlaringizni cheklanishi ham ehtimol. Bu shoshilinch buyruqning maqsadi mamlakatdagi barcha ko'chmas mulklar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini bir marta to'liq yangilab, kelajakda bunday muammolarning oldini olishdir. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilishimiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kimga kerak emas? Avvalo, siz shuni tushunishingiz kerakki, bu yangi tartib O'zbekistondagi barcha ko'chmas mulk egalariga taalluqli. Bu uy, kvartira, yer uchastkasi, garaj, do'kon, omborxona yoki boshqa har qanday turdagi bino va inshoot bo'lishi mumkin. Agar sizning nomingizda biror mulk bo'lsa, siz diqqatli bo'lishingiz shart. Kim xavotir olishi kerak? 1. Eski kadastr hujjatlariga ega bo'lganlar. Misol, keling, Bibiyoy buvijonni olaylik. U 70 yoshda va shaharning chekkasidagi eski hovlida yashaydi. Bu hovli unga turmush o'rtog'idan meros qolgan. Meros qoldirish jarayoni 20 yil oldin sodir bo'lgan va Bibiyoy buvi o'shanda notarius orqali meros guvohnomasini olgan, kadastr idorasiga ham borib, nomiga rasmiylashtirgan. Ammo o'sha paytdagi kadastr hujjatlari bugungi kun talablariga javob bermaydi. Misol uchun, unda uyning maydoni aniq ko'rsatilmagan, yer uchastkasining aniq chegaralari belgilanmagan yoki keyinchalik hovliga kichikroq oshxona, hojatxona qurilgan bo'lsa-da, bu o'zgarishlar hujjatlarga kiritilmagan.
Bugun BBI buvi xavotir olishi kerak, chunki uning mulki haqidagi ma'lumotlar eski va to'liq emas. Yangi tizimda barcha mulklarning yagona reyestrda aniq, batafsil ma'lumotlar bilan qayd etilishi talab qilinadi. Agar BBI buvi bu muddatgacha hujjatlarni yangilamasa, kelajakda uyini sotish, hadya qilish yoki vasiyat qilishda jiddiy muammolarga duch kelishi, hatto jarima to'lashiga to'g'ri kelishi mumkin. Bu ayniqsa pensiyaga chiqqan, turli kompyuter texnologiyalaridan uzoqroq bo'lgan insonlar orasida keng tarqalgan holat. Ular o'z mulkiga tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishni unchalik ham muhim deb bilmasliklari, avvalgiday bo'laveradi-da deb o'ylashlari mumkin. Lekin afsuski endi unda emas. Uyga qo'shimcha qurilmalar qurgan, o'zgartirishlar kiritgan, ammo buni rasmiylashtirmaganlar. Misol, Akmal akaga e'tibor beraylik. U shaharda yashaydi va o'zining uyining bir qismini kichik do'konga aylantirgan. Do'kon faoliyatini boshlashdan oldin tegishli hujjatlarni olgan, tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan, lekin uyining rejasiga kiritilgan o'zgarishlarni, ya'ni yashash xonasini savdo maydoniga aylantirganini kadastr hujjatlarida rasmiylashtirmagan. Yoki uy hovlisiga qo'shimcha oshxona yoki yozgi ayvon qurdirgan, lekin bu qurilmalar qurilishga ruxsat beruvchi hujjatlarsiz amalga oshirilgan va kadastr xizmatida qayd etilmagan. Bugun Akmal aka ham xavotir olish kerak. Chunki uning mulkidagi mavjud qurilishlar bilan hujjatlardagi rejalar bir-biriga mos kelmaydi. Yangi tartibga ko'ra, barcha qurilishlar, hatto ilgari noqonuniy deb hisoblangan, lekin xavfsizlik talablariga javob beradigan holatlardagisi ham ma'lum bir tartibda legalizatsiya qilinishi mumkin. Biroq bu jarayon ham aprel oyi oxirigacha yakunlanishi kerak. Aks holda, kelajakda bu noqonuniy qurilishlar buzdirilishi yoki juda katta jarimalar solinishi mumkin. Ehtimol, Akmal aka ushbu o'zgarishlarni rasmiylashtirishni kechiktirib kelgan, chunki bu oldin juda murakkab va qimmat jarayon bo'lgan. Endi esa bu imkoniyat berilyapti. Merosxo'rlar va mulkni yaqinda qabul qilib olganlar. Misol, Dilshod va Shahnoza yangi oila. Ular 1 yil oldin ota-onasidan uy meros qilib olishdi. Notarius orqali meros guvohnomasini oldilar, ammo kadastr hujjatlarini to'liq yangilashga ulgurmadilar. Yoki bu ishni shunchaki keyinga surib kelishdi, chunki o'zlaricha bu ishlarga shoshilish shart emas deb o'ylashgan. Hozirda ularning uy-joyiga bo'lgan egalik huquqi qonuniy kuchga kirgan bo'lsa ham, kadastr tizimida bu ma'lumotlar to'liq yangilangan emas. Yangi tartib ulardan ham barcha hujjatlarni joriy holatga mos ravishda rasmiylashtirishni talab qiladi. Ular ham aprel oxirigacha tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishlari shart. Aks holda, kelajakda mol-mulklarni tasarruf etishda muammolarga duch kelishadi. Biror sababga ko'ra kadastr hujjatlari yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelganlar. Misol, Sardor aka. Uning eski kadastr hujjatlari yillar davomida eskirib, hatto qisman yo'qolib ketgan. Yoki suv tegib, oqishga yaroqsiz holga kelgan. U yangi kadastr pasporti olishga urinmagan, chunki bu juda ko'p vaqt va mablag' talab qilishini bilgan. Endi bu holatda ham u xavotir olish kerak, chunki yangi tizimda barcha hujjatlar raqamlashtiriladi va qog'oz variantining yaroqsizligi elektron tizimda aks etmaydi. Demak, u ham zudlik bilan davlat xizmatlari markaziga borib, hujjatlarni tiklashi yoki yangi kadastr pasporti olishi zarur. Kimga xavotir olish shart emas? 1. Mulkini yaqinda sotib olgan va barcha hujjatlarni to'liq rasmiylashtirganlar. Agar siz bir necha oy yoki 1 yil oldin mulk sotib olgan bo'lsangiz va notarius, kadastr, davlat ro'yxatidan o'tkazish markazi orqali barcha jarayonlarni to'liq yakunlagan, yangi kadastr pasportini qo'lingizga olgan bo'lsangiz, demak sizga xavotir olish shart emas. Sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimga avtomatik tarzda kiritilgan bo'lishi kerak. Yangi qurilgan bino inshootlarning birinchi egasi bo'lib, qurilish tamomlangach, barcha hujjatlarni qonuniy ravishda rasmiylashtirganlar. Misol uchun, agar siz o'zingiz yangi uy qurib, uning barcha qurilish hujjatlarini, kadastr pasportini va egalik huquqini belgilovchi hujjatlarni mutlaqo yangi talablar asosida rasmiylashtirgan bo'lsangiz, sizga ham qo'shimcha choralar ko'rish talab etilmaydi. Mulkka umuman egalik qilmaydiganlar. Agar sizning nomingizda hech qanday ko'chmas mulk bo'lmasa, shubhasiz, bu tartib sizga taalluqli emas.
Asosiy xulosa shuki, agar sizning mulkingiz bilan bog'liq hujjatlaringizda eng kichik shubha bo'lsa, ularni tekshirish va zarur hollarda yangilash uchun zudlik bilan Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz kerak. Muddat juda qisqa, aprel oyining oxirigacha. Ikkinchi asosiy qism: qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bu yangi tartib naqadar soddalashtirilgan bo'lmasin, har qanday qoida va qonunlarda bo'lgani kabi, bu yerda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni muvaffaqiyatli yakunlashga yordam beradi. 1. Istisnolar va o'ziga xos holatlar. Xorijda yashovchi fuqarolar, agar siz hozirda O'zbekiston hududidan tashqarida bo'lsangiz va aprel oxirigacha qaytib kelish imkoniyatingiz bo'lmasa, siz uchun ma'lum bir yechim mavjud. Bu holatda siz o'z nomingizdan ishonchli shaxsga notarial tasdiqlangan ishonchnoma, doverennost berishingiz mumkin. Bu ishonchnomada aynan ko'chmas mulkni rasmiylashtirish bilan bog'liq barcha vakolatlar aniq ko'rsatilishi shart. E'tibor bering, ishonchnoma xorijiy davlatda berilgan bo'lsa, u O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq legallashtirilishi yoki apostil qo'yilishi talab etiladi. Bu jarayon ham bir oz vaqt olishi mumkin. Shuning uchun zudlik bilan harakat qilish lozim. Mulkka egalik huquqi bo'yicha nizolar mavjud bo'lsa, agar sizning mulkingizga egalik huquqi bo'yicha sud ishlari ketayotgan bo'lsa yoki uchinchi shaxslar bilan nizolar mavjud bo'lsa, bunday mulkni yangi tartib bo'yicha rasmiylashtirish mumkin emas. Birinchi navbatda sud orqali yoki o'zaro kelishuv yo'li bilan nizoning hal qilinishi shart. Bunday holatda siz baribir Davlat xizmatlari markaziga borib, o'z holatingizni tushuntirishingiz va kelgusi harakatlar bo'yicha maslahat olishingiz kerak. Chunki aprel oyidan keyin mulkingizga bo'lgan huquqingizni tasdiqlash yanada qiyinlashishi mumkin. Kollektiv mulkchilik: agar mulk bir necha shaxsning umumiy mulki bo'lsa, masalan, er-xotinning birgalikdagi mulki, merosxo'rlarning ulushli mulki, u holda har bir mulkdorning roziligi yoki barcha mulkdorlarning birgalikda murojaat qilishi talab qilinadi. Bu yerda bir kishining harakati yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun barcha egalar bilan oldindan kelishib olish juda muhim. 2. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. Hujjatlarning to'liqsizligi. Ba'zan fuqarolar o'zlarida barcha hujjatlar bor deb o'ylashadi. Ammo Davlat xizmatlari markaziga borganlarda biron bir muhim hujjatning yo'qligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilganligi aniqlanadi. Misol uchun, uy sotib olingan paytda notarius xatosiga yo'l qo'ygan bo'lishi yoki kadastr hujjatlarida texnik xatoliklar mavjud bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ushbu xatolarni tuzatish uchun qo'shimcha vaqt va resurslar talab qilinadi. Shuning uchun imkon boricha tezroq murojaat qilib, hujjatlaringizni oldindan tekshirtirib olish foydali. Noqonuniy qurilishlar bilan bog'liq ko'z bo'ylash. Hukumat tomonidan ba'zi noqonuniy qurilishlarni legalizatsiya qilish imkoniyati berilgan bo'lsa-da, bu hamma turdagi noqonuniy qurilishlarga tegishli emas. Masalan, qizil chiziqdan o'tib qurilgan inshootlar, kommunikatsiya tarmoqlari, gaz, suv quvurlari ustida qurilgan obyektlar yoki seysmik xavfsizlik talablariga mutlaqo javob bermaydigan qurilishlar legalizatsiya qilinmasligi mumkin. Ayrim maslahatchilar sizga hamma narsani rasmiylashtirib berishni va'da qilishi mumkin, ammo yakunda siz qattiq jarima yoki sud qarori bilan buzdirishga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun bunday masalalarda faqatgina Davlat xizmatlari markazining rasmiy xodimlari yoki mutaxassislari bilan maslahatlashish lozim. Muddati o'tgan hujjatlar. Ba'zi bir hujjatlarning amal qilish muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Misol uchun, texnik pasport yoki kadastr rejasi. Agar sizning hujjatlaringiz muddati o'tgan bo'lsa, ularni ham yangilash talab qilinadi. Bu kabi nuanslarga e'tibor berish ortiqcha ovoragarchilik va vaqt yo'qotishning oldini oladi. Axborot texnologiyalari bilan bog'liq muammolar. Davlat xizmatlari markazlarida axborot tizimlari orqali ishlash tartibi joriy qilingan. Agar sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar eski bazalarda to'liq bo'lmasa yoki umuman elektron bazaga kiritilmagan bo'lsa, bu ma'lumotlarni qayta kiritish yoki tekshirish uchun qo'shimcha jarayonlar talab qilinishi mumkin. Bu esa o'z navbatida ishning muddatini cho'zishi ehtimoli bor. Shuni unutmangki, aprel oyi oxirigacha bo'lgan muddat juda qisqa. Hujjatlarning to'liqsizligi, texnik xatolar, nizolar yoki boshqa kutilmagan holatlar sizning vaqtingizni bekorga sarflashga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bir holatda individual yondashuv va aniq reja talab qilinadi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak?
Xo'sh, aziz do'stlar, endi eng muhim qismga keldik. Nima qilish kerak? Qanday qadamlarni qo'yish kerak? Men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. 1. Mulk hujjatlarini tekshirish. Birinchi va eng muhim qadam bu sizning qo'lingizdagi barcha ko'chmas mulk hujjatlarini yigib, diqqat bilan ko'zdan kechirish. Bularga quyidagilar kiradi. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar. Bu oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, hokim qarori yoki mulkni privatizatsiya qilish to'g'risidagi hujjat bo'lishi mumkin. Qaysi biri bo'lmasin, uning asli va notarial tasdiqlangan nusxasi mavjudligiga ishonch hosil qiling. Kadastr hujjatlari, texnik pasport, kadastr rejasi, sxema, mulkning chegaralari belgilangan chizma. Bu hujjatlarda mulkning maydoni, qurilish yil, materiallari va boshqa texnik xususiyatlari aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Aynan shu yerda ko'pincha eskirgan ma'lumotlar uchraydi. Uyingizga qo'shimcha biror narsa qurgan bo'lsangiz, masalan, bitta xona qo'shilgan bo'lsa, bu o'zgarish kadastr hujjatlarida aks etganmi? Agar aks etmagan bo'lsa, demak sizning hujjatlaringiz yangilanishga muhtoj. Sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki it karta. Bu hujjatning amal qilish muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Bitti. Qayerga borish kerak? Barcha hujjatlaringizni tekshirib bo'lgach, siz Davlat xizmatlari markaziga (DXM) murojaat qilishingiz kerak. Bu joy barcha byurokratik jarayonlarni bir joyda yigish maqsadida tashkil etilgan. Hududiy davlat xizmatlari markaziga borishda uyingizga eng yaqin bo'lganini tanlashingiz mumkin. Chunki hozirda eksterritoriallik prinsipi amalda, ya'ni qayerda yashashingizdan qat'i nazar istalgan DXMga murojaat qila olasiz. 3. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? DXMga borganingizda sizga asosan quyidagilar kerak bo'ladi. Pasportingiz asli. Ko'chmas mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlarning asllari va nusxalari. Agar notarial tasdiqlangan bo'lsa, shu bilan birga asl nusxasi ham kerak bo'ladi. Kadastr hujjatlari, texnik pasport, reja, asllari va nusxalari. Agar sizning nomingizdan boshqa shaxs harakat qilayotgan bo'lsa, notarial tasdiqlangan ishonchnoma asli. Mulkning holatidan kelib chiqqan holda, DXM xodimi qo'shimcha hujjatlarni so'rashi mumkin. Masalan, oilaviy holat haqida ma'lumotnoma, agar mulk er-xotinning birgalikdagi mulki bo'lsa, yoki merosxo'rlarning roziligi, agar ulushli mulk bo'lsa. 4. Nimalarni yozish kerak? Davlat xizmatlari markazida sizga ariza shakli beriladi. Uni to'ldirishda e'tiborli bo'ling. Odatda ariza shaklida quyidagi ma'lumotlar so'raladi. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ish, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami. Mulkning to'liq manzili va uning asosiy xususiyatlari, maydoni, turi, maqsadli foydalanish. Sizning murojaat sababingiz, masalan, mulkni birlamchi ro'yxatdan o'tkazish, kadastr ma'lumotlarini yangilash, noqonuniy qurilishni legalizatsiya qilish. Barcha ilova qilingan hujjatlar ro'yxati. Ariza barcha so'ralgan ma'lumotlar bilan to'ldirilishi va imzolanishi shart. Agar qaysidir joyda ikkilansangiz, DXM xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga to'ldirishda ko'mak berishlari shart. 5. Jarayon va to'lovlar. Arizangiz va hujjatlaringiz qabul qilingach, sizga arizaning qabul qilinganligi to'g'risida kvitansiya beriladi. Davlat xizmatlari uchun belgilangan to'lovlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Hukumatning ushbu yangi tartibi doirasida ba'zi imtiyozlar va chegirmalar berilgan bo'lishi mumkinligini DXM xodimlaridan so'rab bilib oling. To'lovni amalga oshirgandan so'ng sizga xizmat ko'rsatishning taxminiy muddati aytiladi. Odatda bunday jarayonlar bir necha ish kuni ichida amalga oshiriladi. Natijada sizga yangi kadastr pasporti yoki mulkning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida yangilangan guvohnoma beriladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugun men sizga hukumat tomonidan joriy etilgan shoshilinch tartib, ya'ni aprel oyi oxirigacha amalga oshirilishi shart bo'lgan ko'chmas mulkni rasmiylashtirish yoki ma'lumotlarni yangilash zaruriyati haqida batafsil ma'lumot berdim. Bu oddiy ogohlantirish emas, balki mulkingizni himoya qilish va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolardan qochish uchun berilgan yagona imkoniyatdir.
Esingizda bo'lsin, shu muddatdan keyin yangi, qat'iyroq qoidalar kuchga kiradi va sizni yanada murakkab jarayonlar, yuqori jarimalar kutishi mumkin. Shuning uchun hoziroq harakat qiling. Hujjatlaringizni tartibga soling, Davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling va bu muhim ishni muddatga ulgurib yakunlang. O'zingizni, oilangizni va mol-mulkingizni himoya qiling. Ushbu video sizga foydali bo'lganiga ishonaman. O'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video ko'proq insonlarga yetib borishi uchun unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha